Salam qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgunda hukumati majburiy yo'qotib etilgan qurbonlarni xotirlash kunida xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy yanada yer osti yadro sinovi elib berishi mumkin dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Shukr Samsaq apandi Skandinaviya davlatlarini irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib to'xtatish uchun jiddiy harakat qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandining "Nomus qilmasala har ish mubah bo'ladi" nomli maqolasi matbuotlarda e'lon qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq aybladi. 30 avgust kuni majburiy yo'qotib etilgan qurbonlarni xotirlash kuni. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblab, bugun biz dunyoning Xitoyning kengri jazo lagerlari va turmalari to'rida nurg'ulg'an Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotib etganligini e'tirof qilishni talab qilamiz. Qasddan yo'qotib etilgan bu insonlar ichida bizning madaniyatimiz va kulturimizni yo'qotish maqsadida g'oyib qilib etishni nishon qilib, qasddan g'oyib qilib etgan Farhod Tursunga o'xshash hurmatga sazovor ziyolilarimiz bor. Bu qasddan yo'qotib etish yakka hodisa emas. Ular Sharq Turkiston Uyg'ur xalqini butunlay yo'qotishni maqsad qilgan sistemlik irqiy qirg'inchilik harakatining bir qismi. Bu bir irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bo'lib, xalqaro jamiyat buningga ko'z yummasligi kerak. Biz xalqaro jamiyatning jiddiy harakat qo'llanishi orqali bu vahshiylikning chavasini chitqa yeyishi, Xitoyning mas'uliyatini surishtirishi va Sharq Turkistonga adolatning yetkazilishiga kafolatlik qilishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston xalqini tark etishga bo'lmaydi. Dunyo hozir bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy yanada yer osti yadro sinovi elib berishi mumkin dedi. Print xabar torining 31 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy hukumatining 1964-yildan 1996-yilgacha bo'lgan oraliqda Sharq Turkistonda 47 qatim yadro sinovi elib berib, Sharq Turkistondagi turk xalqining nufusining ko'p qismini ajalli kasalliklarga duchor qilib, necha minglagan kishilarning o'lishini keltirib chiqarganligini, yana 2024-yilda Sharq Turkistonda maxfiy yer osti yadro sinovi elib berish mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bu bayonoti xalqaro yadro sinoviga qarshi turish kunida e'lon qilingan bo'lib, dokladda yana Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi yadro sinovining ofat xarakterlik ta'sirini aks ettirdi. Xabarlarga qaraganda, Xitoy balkim 2024-yilda Sharq Turkistonda yadro sinovini davomlashtirishi mumkin ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumati bu sinoqlarni Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kimligi va mavjudligini yo'qotishni maqsad qilgan irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyat harakatining bir qismi deb atagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqaro jamiyatning bu qilmishlarni Xitoyning irqiy qirg'inchilik kun tartibining bir qismi deb tanib, darhol keskin tadbir qo'llanishini talab qilib, biz barliq davlatlarni Xitoyni javobgarlikka tortishga va yadro tajovuzchiligi va Sharq Turkistonni ishg'ol qilishini to'xtatishni talab qilamiz. Bu vahshiyliklar davom qilayotganda dunyo amdi sukutda turmasligi kerak dedi. Niki Asiya 2022-yili e'lon qilgan dokladida mutaxassislarning sun'iy amrodan tortilgan suratlarni analiz qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yadro sinoq asliyalarini kengaytirayotganligini, tok o'tkazish simlari va yuqori portlatqich buyumlarni saqlashga ishlatiladigan asliyalarning qurilganligini, qo'mondonlik markazidan boshlanadigan asfalt yo'llarning rayonning har qaysi taraflarida ko'rilganligini o'ttirg'a qo'yganligini e'lon qilgan. Bundan boshqa Lopnurning 450 kilometr yuqori qismidan sun'iy amra orqali tortilgan suratlar yangi qurilishning borligini isbotlagan. Nurg'ulg'an analizchilar bu yangi qurilishning Xalq ozodlik armiyasi tomonidan insho qilinganligiga ishonganligini aytgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Shukr Samsaq apandi Skandinaviya davlatlarini, ya'ni Norvegiya, Shvetsiya va Daniyani Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, to'xtatish uchun jiddiy harakat qilishga chaqiriq qildi. ANI xabar torining 1-sentabr kunidagi xabarda Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Shukr Samsaq apandi Skandinaviya davlatlarini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, to'xtatish uchun jiddiy harakat qilishga chaqiriq qildi.
u ijtimoiy axborot supisi X'dagi yo'llanmasida Xitoyning bu qilmishining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga jiddiy ta'sir ko'rsatganligini aytib, Skandinaviya davlatlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olish qilmishiga taqobil tura olmasligi dunyoviy axloqqa rahbarlik qilish va strategik yiroqni ko'rarlikning misli ko'rilmagan darajada tuvalganligidan derak beradi. Nurg'ulg'an faktlar va xalqaroning keng ko'lamdagi ayblashiga qaramay, sukutni tanlash bu davlatlarning tarixda qo'g'dab kelgan kishilik huquq va axloq butunligi qatorliq yadrolik qimmat qarshidan g'oyat zo'r darajada yiroqlashib ketganligini tushundirdi. Bu harakatsizlik diplomatik eksiklikdan ziyoda millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar har kuni duch kelayotgan zulmni chandurmay tasdiqlagan bir axloqiy xiyonatdir. Bu davlatlar o'xshashi bo'lmagan bir og'ir adolatsizliklarni rasmiy e'tirof qilmaslik va ayblamaslik orqali insoniy izzat hurmatning boshlamchisi bo'lish an'anasiga buzg'unchilik qilib qolmay, yana davomli jinoyatni sodir qilishga ilhom beradi dedi. Shukr Samsaq apandi bu davlatlarni an'anaviy diplomatiyadan xalqishga farqli bir axloq va strategik jasoratga ega bo'lishga undab, bu Xitoyning Uyg'urlar va boshqa turk xalqlariga qarshi ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini, Sharq Turkistonni rasmiy va aniq e'tirof qilishni o'z ichiga oladi. Ular cho'qim bosish xarakterli xalqaro ittifoqqa rahbarlik qilib, Xitoy amaldorlariga qattiq jazo yurgizishi hamda Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini kuchli qo'llashi kerak. Bu xil hal qilg'uchi harakat hozirgi holatga jang e'lon qilganlik bo'lib qolmay, yana Skandinaviya davlatlarining dunyo sahnasidagi rahbarlik o'rnini yana bir qatim ilgari surdi. Ularning tashqi siyosatini adolat va insoniy izzat hurmat o'lchami bilan moslashtirish orqali dunyoviy axloq mas'uliyatida qayta ulgu tiklash fursatiga erishtirdi. Bu faqat harakatga chaqiriq bo'lib qolmasdan, balki kishilik huquq va xalqaro adolatni qo'g'dashga rahbarlik qilish, yer shar'iy tartibni qaytadan shakllantirish va milliy manfaatdan hal qilgan universal qimmat qarshiga bergan va'dasini yangilaganligini tushuntirdi deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandining yolg'iz strategik tadbirlarni asosiy tema qilgan maqolalari emas, boshqa har qanday temadagi maqolalari dunyo matbuotlarining diqqatini o'ziga jalb qildi. Nomus qilmaslar har ish mubah bo'ladi nomli maqolasi 24 avgust kuni ijtimoiy axborot supisi X'da e'lon qilingandan keyin Medium xabar kanali 31 avgust kuni e'lon qildi. Maqolada mundaq deyiladi: Xitoylar haqidagi tadqiqot maqolalari bo'lsin, kitoblar bo'lsin, Xitoylarning vijdon va adolat tuyg'usidan yo'qsul ekanligini tilga oladi. Masalan, Xitoylarning xarakteri nomli kitobning avtori Henderson Smith hatto Xitoylarning noyitimi kam uchraydigan haqqoniyat tuyg'usi bo'lganlarmi shundoq deydi. Masalan, 2002 yili 30 oktyabrdagi Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha anglitishida Barin inqilobini qonliq bostirishga qatnashgan va keyin Amerikaga sig'ingan sobiq askarning advokati ziyorat qilingan bo'lib, bu Xitoy advokatmi Xitoylarda vijdon va adolat tuyg'usi kamchil degan edi. Xitoylarning bunday xarakteri yolg'onchilikdagi mahoratlarda, saxta tarix yasash, haq-nohaqni ostin-ustun qilish mahoratlarida bekmi yorqin ko'rinadi. Uyg'urlarda bir tamsil bor: nomussiz mushukka qoznaqning ishiki ochiq. Mana mushundoq. Nomus qilmaslar har ish mubahdir. Masalan, Xitoylar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Uyg'urning vakili deb odam avatib, butun dunyo davlatlarining elchilari oldida mushu Uyg'urning og'zidan Sharq Turkistonliklarning baxtiyorligini, Xitoylar bo'g'achqilar mushundoq baxtiyor bo'la olganligini, Xitoylardan ayrilib yashashni tasavvur qila olmaydiganligini so'zlatkizadi. Bu ish tarixda qancha qitim bo'ldi, bilmasakmi, keyingi qitimliklari Uyg'urlarga uqilgan edi. Buning biri 1990-yillarning boshlarida bir qitim bo'lgan bo'lib, Uyg'urlarga so'ydirilgan shaxs Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Uyg'urlarning vakili sifatida avatilib, sharmanda bir o'yin o'ynalgan ekan. Biz u chaqda bu mashhurimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotida vakilimiz bo'lishiga avatilganligini uqqan bo'lsaqmi, buni doimiy elchi bo'lib o'tirdiganga avatganmidi degan xato tunishda bo'lgan ekanmiz. Ammo bu odam doimiy o'tirdiganga bormaganligi tezla ma'lum bo'lgan edi. Ancha uzun o'tmay qaytib kelganligi uqildi. Uning shuncha tezla qaytib kelganligi bizga tushuniksiz qolgan edi. Chunki u chaqlarda ommaviy matbuotlar bo'lmag'achqa, ko'pchilikning tafsilotlardan xabardor bo'lish imkoniyati yo'q edi. Shu yillardan keyin yana mushundoq guvohchi bo'ladigan Uyg'ur vakillar avatildimi yo'q, buni bilmadim. Ammo rasmiy qatliamlar boshlangandan keyin bundoq guvohchi vakillar pat-patla dunyo sahnasida o'yin qo'yadigan bo'ldi.
2018 yılı Qaysar Abdurrahim, 2019 yılı Erkin Tunuyaz, 2021 yılı Shavkat Emin, 2022 yılı Shavkat Emin, 2023 yılı Varisjon Mehmet, 2024 yılı Tursun Abay qatorliqlar avatilib, baxtiyorligimiz haqida guvohlikdan o'tib, dunyo jamoatchiligi oldida Xitoylarning g'amguzar mashoyixligini o'z og'zi bilan jakarlab ketdi. Bu guvohliklar haqida hamma Uyg'ur degidek xabardor bo'ldi va uning nimaga avatilganligini, nimalarni deb so'zlaganligini bildi. Chunki bugungi kunga kelganda ommaviy matbuotlarning umumlashishi xabarlarni dunyoning bulung puchqoqlari qo'ymay yaydigan afzalligi bor emasmi? Mana shu guvohlik tufayli 90-yillarning beshida avatilgan vakilimizning nimaga avatilganligini jazm qilish imkonimiz bo'ldi. Demak, 90-yillarning boshlarida o'xshash o'yin o'ynalgan ekan. Davlatlarning elchilari buni anglab qanchalik ishondi? Buni bilgili bo'lmaydi. Ammo ishonmaydiganlarning cho'qim borligiga ko'zim yetadi. Balkim Xitoylarni yaxshi ko'radigan kommunizmga moyil turdagi elchilar sotsializmning haqiqatanmi har millatni mushu dunyoda jannatga erishtiradiganligiga ishongandir. Lekin Xitoylarni az to'la tushunadiganlar hech ishonmadi. Hatto Xitoylarning bundoq o'yinni yengilab sahnaga chiqarganligini bir shumliqqa jo'rgan bo'lishi mumkin. Chunki bu bir Xitoy odati bo'lib, qatliamlar, tutqunlar, yangi va ijodiy zulmlarni pardalashga ehtiyoj his qilinganda hamon mana shundoq o'yinlarni sahnalaydiganligini biz bilamiz. Xitoyni tushunadigan chet elliklarmi bo'ladi. Istilochilar har qachon besilingan ellardan yumshoq suynak, mazlum mijoz, odamiylik yangi hayvonlar bosqichida to'xtab qolg'achqa, yashsili bo'laveradigan boshqasini surishtirmaydigan munofiq tabiatlik ishbirlikchilarni tanlaydi. Bundaqlar har qanday millatda mavjud. Oldingi dunyo urushi davrini misol qilsak, har qaysi besilingan davlatlarda nazistlarning ishbirlikchilari bo'lgan. Xuddi shundoq Xitoylar ichidagi nurg'unlarmi yaponlar bilan hamkorlashgan edi. Istilochilarga hamkorlashganlar qandoq yashash, kim bilan yashash haqida bek boshqa turib ketmaydigan, yashsizlar, yaxshi yeb, yaxshi yashsizlar bo'ladigan turdagi hayvonlashgan maxluqlar bo'lib, bundoq sifatdagi kishilarning degan aytganlarga ishonish haqiqatanmi ishonguchilar haqida gumon tug'dirmay qolmaydi. Nafsi uchun yashaydigan, nafsidan boshqani o'ylamaydigan turdikilar bir luqma uchun qil deganni qiladigan, da deganni deydigan robotlarga o'xshaydi. Yana bir narsa diqqat tortadi. Buralarda Uyg'ur vakillarini chet elliklarga chiqarib, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kabi bundaq katta so'rovlarda so'zlitib yurmagan Xitoylar nima uchun keng ko'lamli qatliam boshlangandan keyingi yillarda har yili bir qatim degidek baxtiyorligimizning shohidlarini chiqarib, baxtiyorlarning o'z vakili so'zlasin, o'zidan anglanglar demoqchi bo'ladi. Bu qadar kuchinish bizga qo'rqqan yerda jin bor degan tamsilni eslatadi. Bir balasi bo'lmasa, quyruq yatamda tashda degandek, bir chatiqi bo'lmasa, bunchalar kuchinishga hojat bo'larmiydi? Masalan, dunyoda millatlar aralash yashayotgan davlatlar shuncha ko'p. Ammo ularning hech biri o'zidagi milliy masalalar haqida buncha kuchinib izohat berib boqmadi. Mana bulardan nimani his qilamiz? Albatta, bu yerda yo'shirishga tegish, pardozlashga tegish, yopiq bo'lmasa bo'lmaydigan, qandaqdir to'g'ri bo'lmagan ishlar mavjud. Xitoylar ishbirlikchilardan foydalanishga bir muncha ijodiy taraflarni ko'rsatib kelmoqda. İşbirlikçilerning og'zidan tashviqot qilishning unumi albatta o'zi bevosita jakarlagandan o'ptaroq bo'ladi. Bugunga kelganda Xitoylar yana mushundoq vijdonini ityab ketgan turdikilarni sahnaga chiqarib, o'zining jalodlik sifatini yoshirish, nijotkor sifatida ko'rinish urinishida yangi o'yinlarni sahnalamoqda. Bulardan biri chet ellarda panohlik tilab turib qolgan, aslida bularning ko'p sonliqi Xitoylar tarafidan avatilgan odamlar deb faraz qilishga haqliqmiz. Yumshoq bosh odamlarni vatan ziyoratiga qiziqtirib, ularning so'z harakatlari orqali Uyg'urlarning baxtiyorligini isbot qilishga tirishmoqda. Bular Uyg'urlarning haqliq davosini yolg'onlashdek nomussiz qilmishi badaliga vatan ziyorati qilayotgan bo'lsa-mu, ular boshqa hech narsa o'ylamaydigan, o'zini o'ylaydigan, qul bo'lish bilan erkinlikning farqiga yetolmaydigan odamlar bo'lganliklari uchun bugun sahnada o'ynalayotgani mana shu o'yindir. Bularning ko'pchiligini Xitoylar o'zlari avatgan odamlar deyishimizning sababidan biri mana shunday maqsadlarda qo'llanish uchun oldin hozirlik qilib, tayyorlab qo'yilgan odamlar ekanligi edi. Ularning o'zi turishliq davlatlarda yana boshqa rollari bo'lishi mumkin. Yaqinqi kunlarda Xitoylar eng yaqin do'sti Pokistonda o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlardan bir turkumini Urumchi ziyoratiga taklif qilib, ularning ish harakatlaridan qatliamlarni yepish tashviqotida foydalanmoqda. Men Pokistonga 3 qatim borgan va Pokistonning ahvolini xeyli yaxshi bilaman. Pokistondagi Uyg'urlar ichida oran yashaydiganlar xeyli nurg'un.
Pokistonning turmush saviyasi, iqtisodiy manba qatorliq omillar nazarda tutilganda, Pokistondagi Uyg'urlar ichidan Malaylarni sotib olish Xitoy uchun bek tas emas. Shundoqla bek qimmatga to'xtamaydi. Mana shu arzon sotib olingan Malaylarning Sharq Turkiston ziyoratlaridagi baxtiyor ko'rinishlarning rasmi va videolari Xitoy tashviqoti uchun rasmiy bo'layotganligini ko'rib turibdimiz. Xitoylar ota bovisidan kelayotgan yolg'onni 3 qatim takrorlasang rostga aylanur degan tamsilga qat'iy ishonadi. Shunga kim ishina demasdan numussiz yolg'onni takrorlayveradi. Psixik sinoqlarmi takrorlanishning odam yoshirin engida muqarrar bir ta'sir yaratadiganligini isbotlagan bo'lib, mushundaq takrorlanishlar natijasida hatto qatliamga uchrayotgan xalqning o'zimi baxtiyorligiga ishonib qoladigan g'alati ahvol tug'dirdi. Qullarga ularning erkin ekanligi doim talqin qilinsa, ular qul ekanligini birisi aytib bergan kishilar ekanligini talqin qilishdan to'xtamadi. Ular qul ekanligini birisi aytib bergan taqdirdami ishonmas bo'ladi. Bular psixologik tajribalar isbotlagan ahvollardir. Bularni hisobga qatgan Xitoylar har doim Sharq Turkiston xalqiga dunyodagi eng baxtiyor kishilar ekanligini talqin qilishdan to'xtamadi. Mening balalik davrimdan yoshlik davrimgacha bo'lgan hayotimda ko'rgan va his qilganlarimdan misol qiladigan bo'lsam, kultur inqilobi deyilgan davrda ishlab chiqarish izidan chiqqan bo'g'achqa hech narsa yetishmaydi. Hayvonlarga yem sifatida beriladigan ba'zi ziroatlarni yeyishimizga to'g'ri kelgan. Shuningga qaramay, doimla och yuradiganligim esimda. Qora yumurdek ajoyib yeri shuki, mushundaq turmushda yashayotgan turibmi, zorlashning o'rniga yer sharidagi eng baxtiyor, ozod, erkin xalq ekanligimizga to'liq ishonatdik. Texi g'arbdagi kapitalistlarning ekspluatatsiyasiga uchrayotgan bichora g'arbliklarga doimla ish og'ritib, shularningmi biznikidek dona doisi bo'lgan bo'lsa, shularni ozod qilsa, bizdek baxtiyor hayotga erishgan bo'lsa degan mazmundagi tilaklarimiz bo'lishi qiziq edi. Bugun mening ansiraydiganim Xitoylarning yuzi qilinlik bilan takrorlayotgan yolg'onlar qarshisida dunyo jamoatchiligimi bizning baxtiyorligimizga, Xitoyning adolatiga, hammadan bak Xitoylarning do'stoniligi va yordamsevarligiga ishonib qolishidir. Cumhuriyet milliy mafkurasidan tarmilar. Shijoat va qo'rqoqlik. Janobi Haq insonlarni xalq etib yaratganida a'zo va tan qurilishini bir-biriga o'xshash barobar qilib yaratgan. Shundoq turibmi, sabab olamida insonlar to'pining ba'zisi yana ba'zisidan, ba'zi millat to'pi yana ba'zi millat to'pidan ustun bo'ladi. Buning sir hikmati nima? O'ylab ko'rilganda, buning sabab hikmatining aql farosatga, g'ayrat, shijoatga berib taqildiganligi ma'lum. Darhaqiqat Xudo tarafidan odam avlodiga aql va g'ayratdan ortiq cho'ng ne'mat berilgan emas. G'ayrat va shijoatlarini ishqa solgan kishilar dunyoda izzat va rohatda yashaydi. Xorliq va mazallat, ya'ni xo'rliq balosidan qutuladi. G'ayrat va jasoratdan mahrum kishilar bo'lsa, xor va e'tiborsiz o'tadi. Mushaqqat siniqiga giriftor bo'ladi. Bundaqlar doim g'am yeb, malomatga uchrab yashashga mahkum. Tirikchilik yo'lida g'ayrat ko'rsatgan kishilarga qarasak, dunyoda g'am g'ussasiz, izzat va ne'matlar ichida yashaydi. Masalan, bir savdogarni elib aytsak, tijorat ishida azmilik qilmay, undaq bo'lamiki, mundaq bo'lamiki deb yurmasdan, g'ayratini ishqa solib tijoratga kirsa, tijorati kundan kunga rivoj tepib, tezla boylik egasi bo'la oladi. Uzun safarlarda tog' daryolarning xayim xatlaridan yozning issiqi, qishning sovuqiga parvo qilmasdan g'ayrat va chidamlik bilan astoydil tirishchanlik ko'rsatgan tijoratchilar maqsadga yetmay qolmaydi. Xuddi shuningdek, millatning or-nomusi, vatanning saodati uchun shijoat va g'ayrat ko'rsatgan millatlar dunyoda azizlik va hurmat topadi. Qo'shang, qo'rqinchoq millatlar xorizorlikqa uchrab parishon bo'ladi. Nom nishonsizlashadi. Munqarzlikka, xaroblikqa duchor bo'ladi. Milliy g'urur va or-nomusga ega kishilar haqoratga, xorliqqa toqat qilmaydi. Muqaddas insoniy haq-huquqi uchun shirdak mudofaaga o'tadi. Aksicha xorliqni, haqoratga uchrashni xuy-mijoz qilib olgan, orsizlarcha yashashdan o'zini pok tutishni bilmagan millatga nomussizlik, haqoratga uchrash, xo'rliqqa qilish ig'ir kelmaydi. Arab shoiri aytgandek, xorliqqa parvosizlik qilgan kishiga haqorat va xo'rliqda yashash o'ng'ay. Chunki o'lik yaralansa alam chekmaydi, og'riq dardini his qilmaydi. İnsani haq-huquq va adolat uchun g'ayrat, shijoat ko'rsatmaganlar ana shundoq o'likning hukmidandir.
Jasorat va g'ayratdan iborat bu odimiy fazilat insonda bo'lishga tegishli nihoyatda muhim xususiyatdir. Millatning mavjudligi, ar-nomusi ushbu xususiyatning soyasida qo'g'diladi. Qo'rqinchoqlik va nomussizlik musulmonga emas, balki har qanday insonga qat'iy yarashmaydi. Ajal Xudoning ilkididir deb bilgan musulmonlar g'azot qilgan, shahid bo'lgan edi. Allohning nazarida tirik hisoblanib, katta fazilatdan bahramand bo'lish va Rizvan jannatiga muyassar bo'lish uchun hayot qolganlar g'ozi bo'lamiz deb aqida qiladi. Shundoq ekan, bizga qo'rqib nima kepti? Janobi payg'ambar alayhissalom va uningga ergashgan shijoatlik bahodir sahobalarning jasorati va fidokorliklari islomiyat tarixida mashhur emasmi? Avvalgi asrlarda dunyoni fath qilgan mujohidlar ilohiy ahkomning yo'l yo'riqiga ergashib, ajal va taqdirning bir ekanligiga iymon keltirgan emasmi? Ularning iymon bilan qilgan jihodlarining meva bergini dunyoga oshkor bo'lib turibdi. Manba Erkin Turkiston gazeti 19-son 1934-yil 11-yanvar Kashgar. Uyg'urchaga og'dirg'uchi Borxon Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.